do'st bilan obod uying gar bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchilar, assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Mana bugun biz Bunyodaka restoranidamiz. Albatta aziz onajonimiz Voliday muhtarama Samira opani bugungi qutlug' ayyom shukrona kunlari bilan farzandlari nomidan tabriklaymiz. Do'stoni aziz, salom arz merasonim va har yakki shuma men imroz ma omadem baroy tabrik kardani Zamira xola ba restorani Bunyodaka که امروز یک روز خرسندی یک بزم جمشیدی است. شیر و شکر رو پیشکش شما میکنیم با ما باشید. بفرمایید. Assalomu alaykum aziz otajon va onajonlarimiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum padar modaroni mehribon, mehmononi aziz. Mana bugun biz ikkitib tashrif buyurdikki, Bunyodaka xonadonida, Bunyodaka restoranida O'saramat va albatta Zamira xolalarning bugungi chiroyli oqshomlari, bazmi jamshid shukrona kunlari bilan tabriklash maqsadida albatta qo'llarimiz bo'sh bo'lsa Zamira xola va O'sarakani oldimizga bitta qo'lroz qarsakdagi sadosi ostida taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. O'saramat. Nazmishmo. Evinizda bayram muborak. Qani yoni xolajonman naziktari sevkani? Ramijaba nazik shudam istem, yonashonga istet, quvvat edilishida. Imroz ma shumoyonga tabrik kuni omading. O'saramat, xolajon aziz. Xolajon bugun sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yaqinroq, oldinroq turamiz. Bugun sizni shukrona kuningiz 58 yoshli yubileyingiz bilan tabriklaymiz. Dunyodagi eng yaxshi niyatlar, dunyodagi eng ezgu umidlarni sizga tilab qolamiz. Hozir sizni farzandlaringiz, kelinlaringiz qolaversa, O'saramat nomidan tabriklaymiz. Farzandlaringiz aytishdiki, bizni onamiz dunyodagi eng chiroyli, eng shirin so'zli onalardan birlari. Onajonimning yuzlaridan nur yog'ladi. Onajonimning so'zlaridan bor yog'ladi. Onajonimizni yaxshi ko'ramiz. Dunyo boricha tursin, boshimizda soyabon bo'lishlarini istab qolamiz. Bugun onajonimning shukrona kunlari. Xohlardiki hech qachon qaramasdi. Adajonimiz bilan, dadajonimiz bilan uzoq umr ko'rib, baxtli biz farzandlarimizni baxtu kamolni ko'rib yurish nasib etsin. Va albatta onalar borki, dunyo chiroyli, onalar borki, har bitta baxtli kunimiz chiroyli o'tadi. Aziz onajonim uchun bitta chiroyli she'ringiz bor, o'shani aytib berasiz deb menga yubordilar va albatta farzandlaringiz nomidan sizga atab beramiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yu mehri boshqacha. To'rsa hamki hatto 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandin baxtini albatta ko'rsin, yetimlik dardini azobi qursin, ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zin biladi. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtin tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onam bor Allohga shukr qilaman. Ularni minbora ta'zim qilaman. Albatta Zamira opa yana bir bora bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, dunyodagi jami ayollarni bir joyga to'plab ulardan so'rasakki, ularga eng chiroyli sovg'a nima desak, albatta bir ovoz bilan guldasta, chiroyli guldasta deyishadi. Hozir albatta Zamira xolamiz uchun Samarqanddagi eng chiroyli guldastalardan birini sovg'a tariqasida olib kelganmiz. Bitta guldiroz qalsakchiramiz sovg'alarni taqdim etamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Marhamat.
Va albatta yana bitta surprizimiz bor. Surprizimiz shunki, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz xonim Usmonova konsertiga ikkita chipta albatta O'saramak bilan ikkalangizga borib miriqib. Albatta tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. O'saramak imroz ro'zi xursandi budasiz. Ro'zi xushvaqti budasiz. Xolajoni aziyatda xushroqqa tabrik bukunammi? Aziyatda tabrik qilan farzandon marhamat. Tabriklar. Afam başkatan tabrikler. 100 yoshga kelib. Rahmat. Assalomu alaykum. Keyincha qimiz o'tirdi. Eshakga olgan, menga eshakka ham cho'lga yurgan, axir olib keldim. 100 ga keldi. Iloyim. Rahmat, qo'shaqaringlar deymiz, muborak bo'lsin. Albatta o'zim me'minimki Darinjo Jigarbandon aziz farzandlari birgalikda turibdilar. Albatta o'g'illari nomidan chiroyli tabriklarni keyin esa kelinlari nomidan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xolalarim, tog'larim, amma, amakilar. Xush kelibsizlar. Bejon yuzga kiring. Baxtimizga sog' omon bo'ling. Siz bilan biz faxrlanamiz. Boringizga shukr. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin Bejon. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling, muborak bo'lsin. Marhamat. Huzur. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Bejon yuzga kiring, iloyim. Bizni boshimizga sog' omon yuring. Dadam bilan qo'sha qaringizlar. Rahmat, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonlar, xolalarim, tog'lar, amalarim, pochcho, amaki, hammalaringizga rahmat kelganingiz uchun, shunday bir xursandchilik kunimizga qo'shilganlar uchun kattakon rahmat. Bejon 100 yoshga kiring, hamma vaqtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Siz bizning shu hayotga bo'lgan eng ulug' ne'matimiz siz Bejon. Yana bir marta tabriklayman Dam bilan hamma 100 yoshga kirib baxtli bo'lib, hamma bizning boshimizga sog' salomat yuringlar. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat. Assalomu alaykum. Endi akaman gaplarni eshitdimki, shuni nazrimdan sabr iloyim. Mamakum kayf pastda hamma vaqt salomat chiqadi. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Bejon yuzga kiring, baxtimizga sog' salomat yuring. Dadam bilan bizlarni 100 yoshga kirgan paytimizda ham yonimizga yurasizlar. Tabriklar. Rahmat, salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. So'ramak, hamma vaqtdanki az digar jo omarda yanga po'shoro. Hamma vaqt marosimi tort bo'libmi? Bo'lmaymi? Tort kesardikmi yanga? Ha, birgalikda kesardik-a. Hozir farzandlar niyat qilib sizlar uchun shirin tortni tayyorlab kelishgan. Birgalikda niyat qilib shamlarni o'chirgan holda kesamiz. Keyin esa albatta niyatlarni eshitamiz. Xo'sh. Ziyoda opa marhamatini taklif etamiz. Yaxshi niyat, ezgu umidlarni birgalikda eshitamiz. Marhamat. Xo'sh, hozir bitta niyatlarni eshitaylik. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar hamda mezbonjonlar. Mana bugun singiljonim Zamirajonimning 58 yoshlik yubileyi. Biz uzoq Samarqanddan Nurobodda turaman men, Chimbayobodda opamlar, akamlar hammasi qutlug' yoshini tabriklash uchun kelib o'tiribmiz. Boya gaplarni gapirib bo'ldim. Endi qo'shiq bilan tabriklamoqchiman. Uxlamaydi tunlari oy nurlari taralgan o'zbekning ayollari farzand uchun yaralgan. Uxlamaydi tunlari oy nurlari taralgan o'zbekning ayollari farzand uchun yaralgan.
O'zbekning ayollari farzand uchun yaralgan. Mana Zamirajon, ona haqida qancha she'r aytsak ko'p. Onalar haqida she'rlar tuganmas. Zero jannat onalar oyog'i ostidadir. Onadir, boya boshqasini aytdim, bu boshqasi. Onadir, farzand qalbining metin suyanchi. Onadir, har bir bolaning so'nmas quvonchi. Onadir, yo'lida yo'ldosh, jonida jondosh. Onadir, sezgi qutisining ravshan timsoli. Bormikin onadek aziz shirin so'z? U bir quyosh bo'lsa farzand bir yulduz. Qanday baxt farzandlik burchun o'tamoq. Kumush sochingizni o'pib silamoq. Farzandim dedingiz, chekdingiz zahmat. Onajon, onajon, sizga ming rahmat. Ona sizdan behad bo'ldim minnatdor. Baxt keltirgan siz ham menga hurdiyor. Sha'ningizga ming bor kuylasam arzir. Ona hurmatiga bosh egmoq farzdir. Mana qizlaring, Zamirajon, kelinlaring, o'g'illaring hammasi senga shunday deb turibdi-da. Oralabmiz sochlaringga oq. Sochlarim qorasin olgin onajon. Tishlaring tushibdi, o'ksinma biroq. Ol mening tishlarim saralarini. Bir kechalik allang hurmati uchun bor butun umrimni bag'ishlasam oz. Butun umrimni da bag'ishlasam ham qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Onajon, bu galgi yurak so'zimni sizga bag'ishladim, sizga volidam. Bugun so'zim emas, balki o'zimni sizga bag'ishladim. Eng ulug' inson deb mana senga hamma narsa tayyorlab, surprizlar tayyorlab, hammasi mana tik oyoqda turibdi. Rahmat, mana shu kelinlarga ham, o'g'illarga, qizlarga, hammasiga katta rahmat. Men xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga. Allohim yuzlarga kirib yurganda ham sizlar 60 ga, 50 ga kirib mana shunday nimalar qilib berish sizlarga ham nasib ro'z aylasin. Salamingizmi? Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi niyatlar uchun. Sog' bo'ling. Albatta muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'sh, marhamat aznomi Xoharoni Usaraka. Marhamat, Amajoni xonadon ayta tabrik mekunam, marhamat. Assalomu alaykum mehmonjonlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun Yangamlojonimning tug'ilgan kunlariga. Yangamlonni chin yurakdan tabriklayman. Yangamlon piri badavlat barohat bo'lsinlar. Akam bilan qo'shapir bolalarni, nevaralarni, everlarni huzurni ko'rsinlar. Bizani boshimizga sog' amon yursinlar. Men bu Zamiraxonni Yangamlo demayman, o'zimni singlim deb ko'raman. Chunki Yangamlom uzoqdalar. Bizlar yonlariga opaman. Xudoga shukr, ming qatlab borlariga. Bizani hamma vaqt xabar olib, qarindoshlarni, urug'larni borib ko'rib turadilar. Mehmonjonlar, sizlarga ham rahmat kelganlaringizga. Uzoqdan kelgan mehmonlarga ham rahmat. Nuri dedi Tojisan. Xudodan iltijo qilarmanki, bizlarni hech ham kam qilmasin. Boshimizga bitta kamlanu kam qolganlar yuziga kirsinlar ilohim. Bo'lgan joyda sog'lik bo'ladi. Hammasi sog'-salomat bo'lsin. Kelajakdagi ishlariga, o'g'illarini, oilasini, hammasini ishlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Doimo Musa Eshmurodov bilan qo'sha qarigan. Seni hurmat, izzat topganingizni bu yurtda men juda yaxshi bilaman. Juda ko'p insonlardan sen haqida yaxshi fikrlar aytganimni eshitganman. Bundan keyin ham xuddi shunday baxtli hayot kechir. Sog' salomat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Muborak bo'lsin. Marhamat, shamlarni o'chirgan holda birgalikda tortni kesamiz. Muborak bo'lsin.
chiroyli tortlardan tanovul etamiz. Tug'ilgan kuningiz, shukrona kuningiz bilan yana bir bora tabrik etamiz. Muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, har bir so'zimiz isboti bilan deyishadi. Biz chiroyli sho'x qo'shiqlarni o'zimiz bilan tayyorlab kelganmiz. Birgalikda o'ynab, kulib, raqsga tushib bugungi bahsimizni davom ettiramiz. Marhamat, sho'x qo'shiqlar sizlar uchun. Marhamat.
Xudolar nomidan azamatlanka chiroyli qilib albatta Osaramat xonadonini tabriklashmoqchilar. Marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar va mehmonlar. Xush kelibsizlar mana yangamizning davralarga. Bu yangamizga uzoq umr, sihat, salomatlik, sog'lik, omonlik, Xudoim taolo qancha umr bergan bo'lsa, umrlarini ko'rsin. Mana nevarlarning davrasiga sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mana shu davraga o'tganlar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, hamma xursandchilik bo'lsin. Mana yangi yilga, yana shu davraga mana shu insonlarni yetkazsin. Nima niyat qilsa niyatiga yetsin. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Rahmat. Rahmat, Azamat aka, salomat bo'ling deymiz. Albatta aziz mehmonlar, qimmatli vaqtlaringizni olgan bo'lsak, sizlardan uzr so'raymiz. Sizlarning xizmatingizda Shahnom guruhi bo'ldi. Va diqqati har yakka ishmo, tashakkur meguyim. Mehmonlarning aziz dar xizmat ishmo, guruhi Shahnom shudan dar xayr ro'zoyi xursandi bosh moyonro dida boz tabrik kardan nasib kunad. Albatta xolajoni aziz tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bora tabriklaymiz. 120 ga kirganingizni kelib nishonlash nasib etsin. Tug'ilgan kuningiz shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mana sizlar bugungi xursandchiligimizni sizlarga havola etdik. Albatta like bilan bizni xursand qilasiz degan umiddamiz. Mana azizon televizion imroza bazmi jamshidiro peshkashi shimo kardem. Va uمیدوار هستیم که با لایک و با کامنتاری خود خرسند میکنید. با ما باشید با شبکه شهنام رفته. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم
بزم و طرف شده تبریک شما گوییم از بزم و طرف شده روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدند از آن که روزی فیروزی شما شدند از آن که روزی فیروزی شما زان روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک
ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی